Assalomu alaykum. Mana keyingi bir necha kunlar davomida Erondagi bo'layotgan va tahdid deb Eron hukumatiga tahdid deb ko'rilayotgan namoyishlarni kuzatib boryapmiz. Albatta bu Eronda bo'layotgan hodisalarni faqat biz emas, butun dunyo kuzatyapti. Erondagi bunday vaziyatlar bo'lishi tabiiyki xalqaro gazetalar uchun yoki dunyo matbuoti uchun unchalik yangilik emas. Eronda har doim keyingi ayniqsa 10 yilliklarda mana shunday namoyishlarni va qarshi chiqishlarni ko'rishimiz mumkin. Lekin bu safargisi biroz boshqacharoq, chunki asosan iqtisodiy tanglik bunga sabab bo'ldi degan qarash bor. Haqiqatda bu to'g'ri va shuning uchun ham hozirgi paytdagi bo'lgan mana shu 2 kun oldin boshlangan namoyishlar bu asosan elektrotexnika sotadigan bozorlardan boshlandi. Chunki bunga eng katta sabab o'sha dollarning pariteti va dollarning o'zgarib ketayotgan narxi juda ham katta ta'sir qildi. Albatta bundan tashqari Eronda o'sha korrupsiya masalasi ham nihoyatda ko'p tortishilyapti va buni xalq allaqachon biladi. Eron o'zining neftini sanksiyaga tushganligi uchun Yevropa davlatlariga sota olmayotgan edi, lekin u yo'lini topdi va Xitoyga jiddiy shaklda neft sotyapti. Lekin bu neftdan kelayotgan pullarning o'rtada yo'qolib qolayotganligi va bu soya iqtisodi paydo bo'layotgani haqida Eronda nihoyatda ko'p gapirilyapti. Hatto bu majlisda ham ko'rib chiqildi. Asosiy masalalardan mana shu, ya'ni Erondagi iqtisodiy masala shu dan kun ko'radigan, iqtisod orqali o'zining kunlik hayotini va biznesini yurg'izadigan aholi uchun nihoyatda qimmatga tushayotganligi uchun mana shunday namoyishlar boshlanib ketdi. Netanyahu va Tramp uchrashuvi buniga ta'sir qildimi deb o'ylaydigan bo'lsak, buni muhokama qiladigan bo'lsak, albatta, ya'ni buni ta'siri nihoyatda kuchli, chunki Isroilning bundan keyingi jiddiy harakatlarni kuzatayotgan, atrofni o'rab olish harakatini olib boryapti va bu jiddiy Eron va Turkiyaga qaratilgan harakatlar deyish mumkin. Va buning sabablari albatta Trampning bayonotidan ham bilindi. Bundan tashqari Eronda yuqorida aytib o'tdik, bu oldingilardan boshqacharoq deb, chunki matbuot va rasmiy matbuot va o'sha internet matbuotida turli xil qarashlar bor. Ya'ni internet matbuoti ancha tahdidkor informatsiyalar tarqatyapti, ya'ni ma'lumotlar tarqatyapti. Buni orqasida biz turibmiz, ya'ni Erondagi rejim yo'qolsin, biz Eron rejimini istamaymiz va bundan keyin o'sha hatto o'sha paytgacha aytish ham, u haqida o'ylash ham qiyin bo'lgan podsho oilasi kelishini xohlaymiz degan pankartlar bilan ko'chaga chiqishyapti. Lekin oldingilarda eng katta sabablar, o'zgarganlardan sabablardan bittasi, buni haqiqatda Pezeshkian o'z bayonotida aytdi, bu iqtisodiy muammo va biz buni qabul qilamiz, bu hukumatning aybi va biz buni qo'ldan kelgancha to'g'rilaymiz degan ma'lumotni aytib o'tdi va bu mana shunisi bilan juda ham katta e'tiborga loyiq, chunki bundan oldingi hamma munosabatlarda, hamma namoyishlarda G'arbning qo'li bor degan tushuncha shakllanib qolgan edi, lekin bunday bayonotlar ortiq xalq uchun o'tmasligini hukumat tushundi. Mana shuning uchun ham bu yaxshi ko'rsatkich deyish mumkin Eron uchun. Va ayni paytda masalalar ko'rib chiqilyapti va har holda hukumat o'sha namoyishchilarga yon bosadi va eng to'g'ri yo'l ham shu degan fikrdaman. Endi Trampning nimaga bayonoti, Eronga bayonoti nihoyatda qiziq bo'ldi, chunki dunyo katta siyosatida ko'p ko'rilmagan, balki nodir, chunki o'zim eslolmadim bunday bayonotlar bormi yoki yo'qmi, bo'lgan bo'lishi kerak, lekin Erondagi hozirgi bo'layotgan jarayonlarga Trampning bunday bayonoti bu yerdagi bo'layotgan namoyishlarga aks ta'sir ko'rsatdi. Chunki Eron o'sha Isroildan bo'lgan hujumlarda bir butun mamlakat sifatida harakat qilganda, zotan modern dunyoda ortiq tashqaridan qaysi bir davlatni bosib olish imkonsiz, lekin
hozirgi jarayonga aytish mumkin. Ya'ni iqtisodiy tarafdan bir dastur yaratildi. Har holda bu o'sha Isroil tarafidan deymizmi yoki o'sha ichkaridagi kelishilgan kuchlar tarafidan deymizmi, hali bu aniq emas. Ya'ni Eronni tashqaridan emas, dollar bilan urush degan bir iboraga to'g'ri keladi. Ya'ni iqtisodiy muammolardan foydalangan holda. Chunki haqiqatda Eronda o'sha rejimdan tashqari yashaydigan, umuman Eron siyosati va Erondagi boshqaruvdan marginal bo'lgan, ya'ni undan tashqarida bo'lgan jamoalar bor, guruhlar bor, ya'ni qatlamlar bor. Ular xuddi demokratik davlatlardan ham erkinroq yashashadi, o'zlari uchun hudud yaratishga va juda ko'p istagan ishlarni qilishlari mumkin va bunga hukumat aralashmaydi. Lekin razvedkaning albatta ma'lumoti bor, lekin hukumat bularga aralasha olmaydi. Mana shu qatlamga ham har holda juda katta iqtisodiy muammolar yaratildi va shuning uchun ham bu namoyishlarning eng katta sabablaridan bittasi shu deyish mumkin. Lekin asosan Eronda iqtisod rejimni qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni iqtisodning ustida turgan kishilar rejimni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bu safar har holda juda katta korrupsiya ko'lami kengroq bo'lganligi uchun mana shunday muammolar kelib chiqqanga o'xshaydi. Albatta Eron ning juda ko'p nima qilish mumkin, Eron haqida gaplashish mumkin. Zotan Eron haqiqatan dunyo sivilizatsiyasining eng mo'tabar, eng qadim davlatlardan bittasi va o'zini juda ham shu hudud sifatida saqlab qolgan katta imperiyalardan bittasi. Lekin zamonaviy dunyoga birga parallel keta olmaganligi yoki shu innovatsion texnologiyalar bilan g'arb bilan birga bo'la olmaganlik, ya'ni bitta izdan yura olmaganlik juda katta muammolarni keltirib chiqaryapti. Chunki g'arb uchun va g'arb nafaqat g'arb uchun va butun dunyo uchun bu Eron hududi eng oltin nuqta. Chunki bu yerda g'arb va sharqning eng katta darvozasi mana shu yerda. Va shuning uchun ham Eron nihoyatda g'arb uchun ham, sharq uchun ham, ya'ni Xitoy uchun ham, Amerika va Yevropa uchun ham nihoyatda kerakli hudud hisoblanadi. Shuning uchun ham Eronga nisbatan Trampning bayonotini to'g'ri tushunish mumkin. Lekin men bundan bir tarafdan xursand bo'ldim, chunki bu Erondagi o'sha vaziyatni izdan chiqib ketmasligiga anchagina sababchi bo'ldi. Chunki xalqda baribir g'arbning bizga nisbatan negativ fikri har doim bor degan tushuncha shakllangan va bu xalqda juda ham jiddiy namoyishlarga yoki rejimni o'zgartirishga bo'layotgan harakatlarga juda ham katta qo'llab-quvvatlash yo'q. Ya'ni hozircha xalqda biroz sokinlik bor. Asosan Tehronda ham unchalik namoyishlar bo'layotgani yo'q, chunki Tehron qattiq qo'riqlanadi. Bu bir tarafi. Ikkinchi tarafdan esa baribir o'sha g'arbning mana shunday ta'siri, hissiy ta'siri har doim xalqda shakllanib qolgani uchun himoyaviy shaklga o'tishgan Eron xalqi. Lekin bu qayergacha davom etadi, buni kuzatamiz. Lekin Eronda har holda juda ham jiddiy reformaga bo'lgan ehtiyoj shakllanib ketishi mumkin. Chunki berilayotgan bayonotlarda budjet muammosi borligi ham juda ham jiddiy sezilyapti. Hatto Pezeshkian o'zining bergan bayonotida ham, ya'ni biz qo'limizdan kelgancha buni tuzatishga harakat qilamiz degan bayonot beryapti. Bir tarafdan bu bizning aybimiz degani, bu ancha tinchlantiryapti Erondagi o'sha namoyishlarni va Eron xalqidagi pessimistlikni. Ikkinchi tarafdan esa budjetda haqiqatan juda ham katta muammolar borligi uning ifodalaridan ko'rinib turibdi. Xo'p, Erondagi ssenariy qanday bo'lishi mumkin? Ikkita ssenariy albatta bor. Bu ijobiy va salbiy. Salbiy tarafdan Eronda juda katta namoyishlar boshlanib ketishi mumkin. Rejim qulashini istayotgan guruhlar bor. Men har doim aytib kelaman, bu yerda Isroilning nihoyatda katta ta'siri bor. Hatto obrazli qilib aytganda bu Eron katta Isroil ham deyish mumkin. Ichkarida Isroilning nihoyatda katta razvedkasi va ko'lamli razvedkasi ishlaydi. Buni hatto ko'rib turibmiz. Masalan, Trampning bayonotidan keyin bu yerda yurgan hujralar deymizmi yoki ma'lum guruhlar ham oyoqlanib ketdi va ular jiddiy har xil qismlarda, ayniqsa o'sha kurdlar yashaydigan qismda katta muammolarni keltirib chiqishga harakat qilyapti. U yerda
tinch aholidan qurbon bo'lganlar bor, hatto o'sha davlat xizmatida bo'lgan kishilardan ham, harbiylardan ham bo'lgan qurbonlar bor. Agar bular davom etadigan bo'lsa, haqiqatda Eronda vaziyat izdan chiqish ehtimoli bor. Endi tamoman Eronni izdan chiqarish yoki Eronga nisbatan harbiy harakat qilish nihoyatda qiyin masala. Ya'ni buni men o'zimni prognozlarimga ishlatmoqchi emasman, lekin bu Eronning juda katta energiyasini oladi. Tabiiyki, buni davlatni nihoyatda zaiflashtiradi. Ayniqsa zaiflashgan davlatda esa bo'linishlar, parchalanishlar yuzaga kelishi bu tarixiy fakt. Ikkinchi tarafdan ijobiy tarafi esa xalqning o'zining strategiyasida to'g'ri bo'la olganligi. Masalan, Isroildagi o'sha 12 kunlik urushda, mana shu yil bo'lgan urushda yakdil bo'la olganligi va hozir buni bir qancha ko'rinishlari yoki ifodalari ko'rinyapti. Ya'ni xalq tamoman qo'llab-quvvatlagani yo'q namoyishlarni va o'sha namoyishlarni qilgan guruhlar biz hukumatga o'zimizni dardimizni aytdik, mana shu shaklda hukumat ham qabul qildi va biz endi kutyapmiz bu bo'layotgan iqtisodiy muammolarga yechim topish hukumatning vazifasi ekanligini tan olishdi. Ikkinchi tarafdan hukumat ham ortiq G'arb va Amerikani ayblashdan charchaganligi bilinyapti. Ya'ni bu o'zlariga bog'liq muammo ekanligini tan oldi. Mana shu jihat albatta bu pozitivlik yaratishi mumkin Eronda. Albatta biz Eronning tinch bo'lishini nihoyatda xohlaymiz, chunki bizga juda ham yaqin bo'lgan hudud. Lekin Erondagi shu paytgacha bo'lgan kamchiliklar, dunyoning asosan rivojlanishiga qadamma-qadam keta olmaganligi bu Eronning juda ham katta zaifligi. Mana shuning uchun ham Eronda mana shunday muammolar yana ham kuzatilishi mumkin. Lekin Eron xalqi baribir o'z vatanini himoya qilishga haqli, buni har tarafdan haqli va u yerning tinch bo'lishini ham butun bu mintaqaga nihoyatda katta foydasi bor va shuning tarafdorimiz. Ya'ni Eronda tinch shaklda rejim o'zgarishi kerak. Eronda hamma o'zining ifodasini ayta olishi kerak va hozirgi zamonaviy dunyoga qadamma-qadam bir davlatga rivojlangan va o'zining strategiyasiga ega bo'lgan davlat sifatida qolishi kerak. Mana shu tarafdan Eronni biz har doim qo'llab-quvvatlaymiz, ya'ni Eronda tinchlik bo'lishini manfaatdormiz. Katta rahmat.